ikkinchi qismini bugun deb hazillashdim. Assalomu alaykum do'stlar, yana bir bozorga hozir berib 3 ta yovuz bola qo'yapti, lekin ular avtomatim ham yo'q. Avtomatim ne olib qo'ydi? Hop, men o'zimga blokla olaman. Hop. Ana shu qo'yib qo'yamiz. Ana pul bitta. Onasi. Sabahdan tezroq qochish kerak. Ya, men dushman bilan birga qoch, o'lama qoch. Ush, qo'lyapti hali. Faqat aytib qo'ydi-da. Der. Nega? Hop, shuni o'laman. Ana shunda. Hop, yaxshi. Ketdik. Vocha! Davay, o'tirib. Chaqa turibdi. Ana senlarga ko'rmasa odamchalar. Sizlar ko'rmay, yevasa, stop ko'rmaydigan bo'lsalar, men ko'raman. Mana senlarga. Video olsang? Ha. Hello, Toyotas. Ma, watch. Ma, qani. Ustab qoldi bombamni. Davay. Mana senga. Davay ketdik. Mana senlarga. Davay qoch. Arqamdan ustasi qo'yib kelibdi. Birinchisi ketdi. Ikkinchisi. Bitta qo'y. Uchinchisi. Qoch. Mana bittasi. Ya, yiqitib qo'ydim. Mana senga. Mana ne hayron bo'libsan, ha? Mana senga. Mushug'asi bo'lib. Yiqilib qoldi yo'lan. Mana senga. Kim? O'lib qolibsanmi? Yo'na. Qancha? Baki. Uxlaysan. Yo'q, ana urad. Davay, chiqamiz. Ashlar hammasini qo'ymayman. Mana qaraylar aytolsin. Hop, kinoga o'taman. Yovuzlar to'la. Hop, mana senga kino. Mana bo'ldi, kino portladi. Endi mana odam o'ldirish kerak. Yomon bu chunki. Nimaga qo'llarim yurib ketibdi? Nima bo'ldi? Bironta xatolikmi? Bironta xatomi nima balo? Tushunmayapman. Hop. Sal aytinglarmi? Tezroq bo'yansiz. Jang qo'llam attirib qo'ygan. Videoni ham rasm